Assalomu alaykum Abida. Alaykum Gülnur. Bugün bekli xo'shal ko'rinsiz o. Voy qarang, bugun bir o'quvchi maktab kechikib qolgan sababini so'rsam, o'zing shunda yaxshi bir tush ko'rganligini menga aytib berdi. U tushni Uyg'ur tilida shunday ravon so'zlab berdi. Uni so'zlagan Uyg'ur tiliga qarab men bek xush bo'lib ketdim. Voy, nima degan yaxshi. Undaq bo'z qandoq tush ko'rganda osh qiziqarli tushini kichik do'stlarimizga deb bersak, hammamiz tang anglab kulib ketsak qandoq? Albatta bo'ladi. Endi diqqatinglar. Armanning tushida bo'lsin. Armanning tushi. Armanning armonlari ko'p. Uning xiyol va tasavvurlari ko'p. O darsni yaxshi o'rganib qolmay, ilmiy fantaziyali kitoblarni ko'p o'qiydi. Arman cheksiz ketgan o'rmonlikda o'zi yolg'iz ketib o'tadi. O'zining bu o'rmonlikqa qanday kelib qolganligini bilolmadi. Qushlar xuddi boshlang'ich maktab o'quvchilaridek zo'q-sho'x bilan naqsh etib o'tadi. U naqshga quloq soldi. Tuva, qushlar armonning ismini qanday bilib olgandi? Ular armonni qo'shiq qaytib naqsh etib o'tadi. Bekmu güzel çiraylık bizning kangri bu orman keptu bugün ormanga bek aqlliq bir mehmon alachi u maktabda kitobni ko'p o'qiydi kimkin deyman arman u she'r qo'shiq to'qiydi arman kelgan o'rmonda bizmu xo'shal o'ynaymiz armanjanni madhilab xo'shal xo'ram sayraymiz. Arman qushlarning naqsiga hayron bo'lib turgan chog'da uning oldida yo'lbars paydo bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Arman yo'lbarsning salomini tezli ilik oldi. Siz Armanjongo deyman. Mahalla va maktabda bolalar Armanni Armanjon deymizmi? Buvisi bilan momisi uni Armanjon deydi. Yo'lbarsning ovozi Armanjonning buvisinikidek bo'lg'ashqa Armanga xuddi bu so'zlayotgandek to'yilib ketdi. Ha, men shu. Arman javob berdi. Meni mushiyat saqlab tursin, muhim gap bor deb qushlardan aytib beribdikansiz. Shunga bu yerda saqlab turgan nima muhim gapdi u? Yo'lbars Armanning javobini anglashga oldirayotgandek Armanga tashnalik bilan tikildi. Ha, shu muhim gap bor edi, hozir deyman. Meni dengizga opirgan gap emas-ku. Yo'lbarsning savoli gapining oxirini qanday chiqarishni bilolmayotgan Armanning og'ziga gap selib berdi. Shundoq, men sizni akrib u yerdagi siz ko'rib boqmagan yangi bir dunyo bilan uchrashtiray degan. Shunga men suv ostiga kira olmaydigan tursam, suvga kirsam tunjiqib o'lib qolmamdi men. Yo'q, xotirjam bo'ling. Men uning amalini qilib qo'ygan. Arman yanchiqini aqtirib, kamput qog'oziga o'ralgan ishkital kumulashni oldi. Dengiz bo'yiga borgandan keyin ikkimiz bu kumulashdan bir taldan yevasak, dengiz ostida xuddi o'rmonlikda yurgandek erkin ozod yura olamiz. Rostmi? Yo'lbars ishonmagandek so'radi. Rost, men hargiz yolg'on so'zlamayman. Undoq bo'lsa yaxshi-ku. Mening bu dengiz ostida nima borligini bek ko'rgim bor. Undaq bo'lsa hozirlamaylik. Arman bilan yo'lbars dengiz bo'yiga keldi. Do'lqinliq dengiz o'zining poyonsizligi bilan texmi hayvatli ko'rinadi. Dengiz ostiga tushish yo'lbars uchun emas, Arman uchun nihoyat qo'rqinchli edi. Biroq Arman olimni ko'p yil tadqiq qilib yasab chiqqan kumulashning qudratiga ishonadi. Ular kumulashni xuddi kamput yegandek tarasiltib chaynab yetib etdi-da o'zini dengizga otdi. Ajoyib go'zal dengiz osti dunyosi Arman bilan yo'lbarsga texmi sehrlik va sirliq ko'rindi. Ular gullarga o'xshaydigan rang-barang marjon xadi toshlardan agib o'tib, kangri yo'llarda maydonlarni kerib ketib o'tadi. Arman bilan yo'lbarsni qarshi elishga chiqqan oltin baliqlar qo'llarida guldastlarni pulang'ishlatdi. Qisqushbaqa, rak va yana xil dengiz ahli Arman bilan yo'lbarsni qizg'in tantanalari bilan qarshi oldi. Ko'p o'tmay, ularning ko'z oldida beshidagi shahli tojini nurlantirib kit paydo bo'ldi. Xush kepsizlar. Dengiz o'rmonlari
Deniz okyalları sizlarni qizg'in qarshi oldi. Yaraysiz Armanjon, yo'lvasni obdan boshlab kepsiz. Bugun men sizlar bilan foydali bir ish to'g'riliq maslahatlashmoqchi. Nima ish to'g'riliq? deb oldiran so'radi. Sizlar hozir quruq patmay qolg'ili turdinglar. Bugun bu yerga odamlarga vakolatan siz, hayvonlarga vakolatan yo'lvas kepti. Shunga sizlar bu yerga ko'chib kelinglar. Suv ostida nafas elish uncha tez ish emas. Arman, sizlar hozir nurg'un qiyinchiliklarni hal qilib bo'ldinglar. Suv ostida nafas elishni hal qilib olsanglar. Uni hal qildik. Biroq bu yerda bek uzun tursak bo'lmasmikin? Hey balam, nerede uzun tursam bo'lmaydi? Tova, mabalni uyg'otmasam uxlayveradigan gapmi? Qo'pa maktabga borsa. Armanni apsi uyg'otib etdi. Arman o'zining bu g'alati tushiga qanday ta'bir berishni bilolmay miyig'ida kulib qo'ydi. Sevdim çok kadar Koşnimizin öyle yıkılıp gittim çok kadar Birbirler doğrasa da Nere eğlenip bana Kirin uyan ki sana Sen durup sen çık Dostlar, sizlarni Armandagi yaxshi ishlarni ko'rganmi? Ishlarni biz bilan o'rtoqlashishni xohlamsizlar? Undaqda ko'rsanglar biz bilan aloqalashib, ko'rgan tushunlarni bizga deb berishni hargiz unutib qolmanglar. Xayr xo'sh, kelar sonda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar.
Sen